Sanitariya qo'mita Qo'qon shahar bo'limi tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari, hamshiralari va oshpazlari uchun o'quv-amaliy seminar tashkil etildi. Tadbirda shahar prokuraturasi, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi hamda ko'p tarmoqli markaziy poliklinika mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Seminarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning sog'lom ovqatlanishini tashkil etish, ular o'rtasida ovqatdan zaharlanish kabi holatlarning yuz berishini oldini olish bo'yicha normativ hujjatlar talablari amaliy misollar orqali yetkazildi. Mana shu hafta bolalar ovqatlanishi o'rganiladi. Haftada bir marta chiqib qanaqa mashinada kelyapti, qanaqa odam olib kelyapti, formasi bormi yo'qmi o'shani tekshirish kerak. Ularnikini o'z vaqtida olib beryapti, mahsulotlarni sifatini hammalari ko'rib olinglar. O'z vaqtida kelishini, o'z vaqtida yetkazib berishini talab qiladi. Oshxonalarda idish tovoqlarni yuvish, yutish texnikalarini Zamok kasalligi eng yuqumliligi 100%, tarqaluvchiligi juda ham yuqori bo'lgan infeksiya hisoblanadi. Yana emlash bolalarni zamok kasalligidan himoya qiladi. Endi bolalarni zamok kasalligiga emlash kalendarimiz bo'yicha milliy emlash kalendarida 12 oyga to'lganda bola bir marta emlanadi, 6 yoshligida bola ikkinchi marta qayta zamok parasit qizilcha vaksinatsiyasi emlanadi. Qo'qon shahrimizni maktab ta'lim tashkiloti direktorlari, hamshiralar va oshpazlar uchun o'quv amaliy seminar tashkil etildi. O'quv amaliy seminar Qo'qon sanitariya qo'mitasi xodimlari, ko'p tarmoqli poliklinika xodimlari, maktabgacha ta'lim bo'limi xodimlari hamda prokuratura xodimlari tomonidan tashkil etildi. Seminarni tashkil etishdan maqsad maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda sog'lom ovqatlantirishni sifatli tashkil etish, biriktish komissiyasi faoliyatini faollashtirish hamda tarbiyalanuvchilar orasida yuqumli kasalliklarning kelib chiqishini va tarqalishini oldini olishdan iborat. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga o'quv seminari o'tkazildi. Bunda asosiy masala maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xavfsiz va sifatli ovqatlanishni tashkil etish bo'yicha qo'yiladigan talablar o'rgatildi. Bunda barcha hamshiralar, oshpazlar hamda biriktish a'zolariga kerakli tavsiyalar berildi. Ovqatdan zaharlanishni oldini olish bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlariga, mas'ul xodimlariga o'z tavsiyamizni berdik va albatta biriktish komissiyasi a'zolarini ishi ustidan nazoratni yana kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi.